inson shunaqa bo'lishi kerak emasda, foydasi tegmadimi, zarari ham tegishi kerak emasda. Bir musibat boshiga tushib turgan oilani qo'yapmizda, uni kartasidan pul o'g'irlash kimni shu Ramazon oyida kimni qalbiga sig'adi o'sha narsa? Hayron qolaman, tavba qildim. Ko'plab ibratli videolari bilan xalq e'tiborini qozongan bloger Shokir Otaxonov keskin murojaat bilan chiqdi. Uning aytishicha, Ramazon oyida Qoraqalpog'istondagi muhtoj bir oilaga yordam berish maqsadida o'z auditoriyasiga murojaat qilgan va ko'plab insonlar yordam sifatida pul yig'ib bergan. Ammo oradan bir kun o'tib kutilmagan voqea yuz bergan. Noma'lum shaxslar bemorga qo'ng'iroq qilib, o'zlarini tanish sifatida tanishtirgan va yana pul o'tkazmoqchimiz. Buning uchun tasdiqlash kerak deb firibgarlik yo'li bilan uning plastik kartasidagi barcha pullarni o'zlashtirib ketgan. Bloger bu holatdan qattiq ranjiganini aytib, ayniqsa Ramazon oyida bunday ish qilish juda og'ir gunoh ekanini ta'kidladi. U odamlarni bunday firibgarlardan ehtiyot bo'lishga chaqirib, yaxshilik qilishga to'sqinlik qiladigan bunday holatlar jamiyat uchun juda og'ir ekanini bildirib o'tdi. Inson shunaqa bo'lishi kerak emasda, foydasi tegmadimi, zarari ham tegishi kerak emasda. Bir musibat boshiga tushib turgan oilani qo'yapmizda, uni kartasidan pul o'g'irlash kimni shu Ramazon oyida kimni qalbiga sig'adi o'sha narsa? Hayron qolaman, tavba qildim. Kecha qo'ygan videoga telefon qilib so'rab, uni kartasiga, telegrammiga narsalar tashlab, Alloh kifoya qilsin, biz la'natlovchi bo'lmaymizda, payg'ambarimiz la'natlovchi bo'lmagan. Lekin Alloh insof bersin deymiz. Ramazon oyida shaytonlar, jinlar, kishamat bo'lgan. Bu shaytonda ishi bas, bu odamning nafsini ishi. O'sha qilib turgan, pullarni o'g'irlab turgan odamlarning ishi, bu nafsingizdan va o'zingiz javob berasiz. Qiyomat kuni shaytondan deb ayblanmaysiz, chunki shaytonlar yo'q. Yer yuzida yashab turgan shayton ekansiz. Xafa bo'lmang. Mana shu yerga ko'milamizda, lekin bir kuni mana shunaqa hech kim yo'q, mana shunaqa joyga ko'milamiz. Qabrda yolg'iz yotishingizni unutmang, birodar. Bir mazlumni, bir oilani pulini o'g'irladingizmi, u insonni qalbini qanday darajada og'ritdingiz, bilasizmi? U mazlum sizni qanday darajada duo qildi, tasavvur qilavering. Hali bu yer sizni qabul qiladimi, yo'qmi? Bilib bo'lmaydi. Chunki mazlumning duosi ijobat. Ana ro'za Ramazon oyida kasal, mazlum bo'layotibdi, operatsiyaga muhtoj odamga telefon qilib turib, kartasidan pul o'g'irlabsizlar. Qo'yaveringlar endi. Inson emas ekansizlar sizlar. Qo'lingizdan kelgancha mana shu haqdorga yana bir marta iltimos qilib qolamiz. Endi yana tushuntirdik, telefon qilsa olmanglar, karta nomeri hech kimga anaqa qilmanglar, rasmini tashlab bermanglar. Iltimos qo'lingizdan kelgancha bitta podдержка qilib yuboringlar. Ana o'g'irlarga ham insof bersin, qarg'ovchi emasmiz. Uni ham farzand zurriyotidan domlalar qori chiqishi mumkin. Payg'ambarimiz la'natlamagan, biz ham la'natlamaymiz. Siz ham la'natlamang, lekin insof bersin deb qolamiz.